Qani unda biz boshladik. Assalomu alaykum. Karavan kuzatuvchilari YouTube'da, Telegram'da, Instagram'da kuzatuvchilar. Bugungi kunlaring xayrli bo'lsin aziz obunachilar. Sizlarga yangi adyollarimiz zo'rlari keldi. Shu videoni oxirigacha ko'rsalaring, narxlarini, optimum narxlarini va skidka narxlarini oxirida aytib boraman. Ungacha to'liq ma'lumot berib boraman. Aziz obunachilar, yaxshilab o'tirib olinglar. Shoshilmasdan, chiroyli o'tirib olsalaring, men sizlarga to'liq adyollar haqida qisqacha bas uzunroq ma'lumot berib boraman. Injiq opalarimga, injiq akalarimga injiq adyollarimiz keldi. Adyollarda turi 1000 xildan ortiq turi bor. Adyol juda ko'p. Adyol degan so'z bitta so'z. O'zi adyol juda ko'p rasvetkasi. Iplarida farqi bor, bleskida farqi bor, xiraligida farqi bor, dag'alligida farqi bo'ladi. Aziz obunachilar, aziz bizni kuzatib boruvchilar, balkim bozorchilar ko'rib turgandir, balkim xitoychilar ko'rib turgandir, balkim tadbirkorlar ko'rib turgandir, balkim noto'g'ri gapirib qo'ysam oldindan uzr so'rayman. Balkim tadbirkorlarga, bozorchilarga meni gapim yoqmaydi, chunki ular ham ko'p ma'lumotga ega bo'ladi-da. Bu meni maslahatlarim ma'lumotga ega bo'lmagan xaridorlarimizga va insonlarga, chunki tushunchasi yo'q, tushunmagan, bu sohada yurmagan bizni kuzatib boruvchilarga ma'lumot berib o'tmoqchiman. Adyolimizni ko'rishlar mumkin aziz obunachilar. Eng zo'r trenddagi gullari bu 2026 gullari kelgan bo'ladi. Xitoy o'zi 26 yoshiga 2-3 oy qolganda o'zi yangi gullarni chiqarishni boshlaydi va biz tanlab beramiz. Ko'rishlar mumkin aziz obunachilar. 9 xil, salkam 9 xil rasvetkasini sizlarga ilib, chiroyli qilib mehr berib ildik. Razmerlarni qarang, bo'ylariga bo'ytumor tekisligini ko'ring. Adyolni tekisligi shundan ma'lum bo'ladi. Boshqa adyollar baland past bo'ladi. Aziz obunachilar, ko'rishlar mumkin. 9 xil injiq adyollarni terib qo'ydik, ko'rishlar mumkin. Agar buni rasvetkalarini, divanga solinganlarini ko'rmoqchi bo'lsalaring aziz obunachilar, Telegram kanalimizga obuna bo'linglar va o'sha yerda divanga solinganlari bor. Yo bo'lmasa qo'limdan kelsa, mana shu videoni bitta joyiga sizlarga divanga solinganlarini ham qo'yib ketib o'taman, harakat qilaman inshaalloh. Adyolimiz sintetikasi yo'q, yumshoqqina, tirsillamaydi, allergiya bermaydi va yotganingiz aziz obunachi qichitmaydi. Mazza qilib uxlaysiz, mazza qilib yotasiz. E'tibor qilamiz, ko'pchilik 2 kishilik divanda 2 kishilik adyol olsalaring va 2 kishilik ko'rpa oladigan bo'lsalaring, er xotin tortadi. Bu tomonga tortadi, bu tomonga tortadi. Dadasi menga bering ko'rpani deydi, ayoli menga bering adyol deydi, tortadi. Qishki kunida sovuq bo'ladi. Bir joyi ochiq qoladi. O'shaning uchun o'rislar aziz obunachilar, o'rislar 2 kishilik ko'rpa adyollarni o'ta kam oladi. Nimaga? Bir-biriga xalaqit qilmaslik uchun ikkita 1 kishilik oladi. Ikkita 1 kishilik oladi. Bunikini ham tortmaydi, bunikini ham tortmaydi. Shuning uchun o'rislarni bir xil narsalarni bilgan bo'ladi. Shuning uchun aziz obunachilar, ikkita 1 kishilik, 2 kishilik emas, bitta 2 kishilik emas, ikkita 1 kishilik olsangiz maza qilib yotasiz. Adyolni ham va ko'rpani ham ikkita 1 kishiligini qalinini olsangiz maza qilib tortmasdan, bir-biringizga nima qilmasdan, chunki akalarimiz bu xillar injiq bo'ladi, uyqulari injiq bo'ladi. Ayol kishi xijolat bo'lganidan, aziz obunachilar, xijolat bo'lganidan sekinroq turib, shu ko'rpani tortib yormay, shu dadasi yo adasi yo nima xo'jayinim turib ketib qolmasinlar deb, xo'jayinni ehtiyot qilib, to'shga tortib yormay deb xijolat bo'ladi. Ko'p ayollar, u farosatli ayollar hisoblanadi. Aqlli ayollar xo'jayiniga uyqusiga ochilib ketmasin, buzilmasin. Bu xo'jayinim ertaga kech ishlaydi degan ma'noda xo'jayinini hurmat qilgan holatda ehtiyot qilishadi. Shuning uchun shunaqaga duch kelmaslik uchun ikkita 1 kishilik adyol olsangiz, ayol kishi ham xijolat bo'lmaydi, ayollari ham va erkaklar ham, xo'jayinlari ham xijolat bo'lmaydi. Chunki banisalarga, klinikalarga hoji onalar borishadi, hoji otalar borishadi. Ko'pchilik adyollarda klinika degani birov yopinganni yopgilari kelmaydi yo nazarlar nima qilmaysa bo'ladi. Haligi tablari tortmaydi. Ko'pchilik shunaqa bo'ladi. Aksariyat biz ham shunaqa qilib o'zi aslida. O'zimiz olib, o'zimiz boramiz. Prostinalargacha ko'p klinikaga borsangiz bo'ladi-yu. O'zingiz olib borish. Shuning uchun bu narsa kichkinagina mashinangizni bir joyda ketaveradi. Aziz obunachilar, sumkalari bor mana. Mana katta sumkalari bor mana. Biz skidkaga qo'ygan mahsulotlarimiz, aziz obunachilar, skidkaga qo'ysak, tagiga biz upakovka deb yozmaymiz. Buni ko'p bor aytaman, biz upakovka deb yozmaymiz. Kattagina. Aziz obunachilar, adyollarda turlari juda ko'p. Biz karavan korxonasi bozorchilarga va boshqa tadbirkorlarga biz raqobatchi emasmiz. Biz raqobatchimiz to'lka xalqimiz uchun eng zo'rlarini, sifatlilarini va razmerlarini iloji boricha bozor bopini olib kelmaymiz. Sal premium mahsulotlarni olishga harakat qilamiz. O'rtachasini olishga harakat qilamiz. Chunki biz raqobat emas, biz karavan korxonasi onlayn ishlaydi. Onlayn ishlaganligi uchun har bitta mahsulotni aziz obunachilar
xonadoniga yetkazib beramiz. Pochta orqali ketadi, pochta orqali va shopirlar olib borib berishadi. Onlayn ravishda ketadi. 12 ta viloyatga dasturxonimiz bor. Ha, karavan korxonasi qayerda joylashgan deysizmi? Aziz obunachilar, ko'p savol bo'lyapti bunaqa. Qayerda joylashgan, qayerda joylashgan. Aziz obunachilar, shu videoni ko'rgan bo'lsangiz, yonida karavan korxonasi bor. Shunday bossangiz, o'sha Pony platformamizga kirib borasiz. Xohlasangiz YouTube'da videolarimizni ko'rib borasiz. Xohlasangiz qisqa shopda videolarimizni ko'rib boramiz. Aytda ma'lumotlar, adreslar, lokatsiyalar, qanaqa kelishlari hammasi yozilgan. Hoji onalar, hoji otalar telefon qilishyapti. Sizlardan iltimos qilgan holatda yoshlar bo'lsa, buvingizga, opa qizlarga shu Telegramga ulab bersalaring, yo o'zlaring tushuntirib bersalaring, hoji ona, hoji otalar ko'proq YouTube ko'rishar ekan, qiynalishmaydi. Shuning uchun aziz kuzatuvchilar, shu yoshlar bo'lsa, shu hoji ona, hoji otalarga tushunmaganlariga Telegram kanallarimizga kirsalaring, telefonlar yozib qoldiramiz. Mana shu betlarga ham telefon yozib qoldiramiz. Bu telefon saqlanib qilib Telegramga yozasizlar va karavan korxonasi nima gruppaga ulab yuboringlar. Siz qizlarimiz lokatsiyalar, videolar, ulanishlar tashlab berishadi manzillarda. Bemalol Telegramga kirib turib, rasmlarini bemalol ko'rib, shoshilmasdan ranglarini ko'rib, tanlab, yana qizlarim tashlab, bundan qizim bitta, bundan ikkita, beshta desangiz, sizga albatta jo'natib berishadi. To'lovlar har doimgidek oldindan bo'ladi. Oldindan to'lovlar aziz obunachilar. Xo'p, endi yana ma'lumotlarni qo'limdagicha berib o'taman. Xo'p, kommentariyada ko'pchilik duo qilishyapti. Duo qilganlardan Alloh rozi bo'lsin. Alloh rozi bo'lsin. Shu qo'llari bilan yozgan, chiroyli so'zlar yozgan, biz haqimizda chiroyli so'z yozgan obunachilarimizni shu qo'llari dollar sanasi omalekim. Alloh xonadonlariga baraka bersin, xotirjamligi bersin. Duolaringda eslaganlaringiz sizlarga kattakon rahmat. Arada hozir negativ ham bor. Bitta ikkita hozircha qolmadi negativ, ko'rmadik. Mabodo negativ yozsangiz ham rozi biz, bemalol o'z fikringizni yozgingiz keladi. Unga negativ ko'rmadik hozirgi kunda. Boshida bir ko'rdik omalekim negativlarni. Hamma joyda bo'ladi. Agar negativ bo'lmasa aziz obunachilar, yuksalish bo'lmaydi, o'sish bo'lmaydi. Bizni negativlar, bizni xatolarimizni, misol gaplarimizni xato gapirib qo'ysak, dovdirab yo shoshilib, ekran ortida, telefon yonida, kamera ortida noto'g'ri gapirib qo'yishimiz mumkin. Esimizdan chiqib qolishi mumkin. Biz ham insonmiz, adashamiz. O'shaning uchun ularga mayda-chudalarga e'tibor qilmaysizlar degan umidamiz. Karavan korxonasi mabodo bir xatoliklarimiz bo'lsa, aziz obunachilar, xatoliklarimiz bo'lsa, yo bir narsani xohlasalaring, bemalol aytinglar, yozib qoldiringlar. Biz o'sha xatolarimizni to'g'rilashga harakat qilamiz. Mavzudan ozgina chetga chiqdi-ya, omalekim, Xo'p. Bir kishilik adyolimiz bo'ylariga bo'ytumay Xitoydan keltirilgan karavan korxonasi adyol ishlab chiqarmaydi. Qolgan boshqa hamma mahsulotlarni ishlab chiqaramiz. Adyolni biz ishlab chiqarmaymiz. Misol, bu Xitoydan kelgan eng premium adyolni qalini, chunki qish kelyapti. Ko'pchilik arzon ekan, bir kishilik ekan, arzonligini qara, palonchidan arzon ekan, pistonchidan arzon ekan degan opalar, akalarga aziz obunachilar, shoshilmanglar. Uni bitta nusi bor o'ziga yarasha. Chunki siz uni ichidagi sir sinotini bilmaysiz. Uni ichida aziz obunachilar sir sinoti bor. Razmerida, ipida, kilosida, sintetikasida, yumshoq ipida, sintetika iplarda albatta farqi bo'ladi. E'tibor, chetida kantlari arzoni bo'ladi, qimmati bo'ladi. Kant deganda mana kantlar bo'ladi mana. Bu kantlarda yumshog'i bor, arzoni bor, rulonda bo'ladi. Shularga endi sizlar tushunmaysizlar. Chunki tushuntirishga harakat qilyapman. Xohlang mendan oling adyolni. Xohlang boshqa joydan oling. U sizni tanlovingiz. Mendan oling. Men o'zim mahsulotimni yaxshi bo'lgani uchun maqtayapman. Zo'rini, premium bo'lgani uchun sizlarga maqtayapman. Chunki men shunga javob beraman. Agar birontasi men javob beraman desa, bemalol boshqa joydan, bozordan, boshqa joydan olishingiz mumkin. Mendan oling. Men sizga tushuncha uchun chiroyli mahsulotimni o'zim yoqtirganimda sizlarga ham ilingim keldi. Chunki mahsulotni hurmat qilish kerak. Birinchi o'rinda e'tibor qilamiz, chiroyli qilib, tekis qilib, siz obunachilarni hurmat qilgan holatda sizlar uchun chiroyli qilib terdik, mehnat qildik, mana ko'rishlaring mumkin. Bu Xitoydan kelsa adyol. Bu g'ijim keladi, pachaq keladi. Buni shiriladi, pechkaga olib kiriladi, shiriladi, mehr beriladi. Bunda mehr beriladi. Mehr berib, siz obunachilarga, sizlar xaridorlarimizga keyin taqdim etamiz. Taqdim etganda ham unga javob berishimiz kerak bo'ladi. Chunki sizlar ham pulni yerdan shipirib olganlaring yo'q. Rossiyada ishlayapsizlar, dehqonchilik qilyapsizlar, shopirlik qilyapsizlar, ustachilik qilyapsizlar. O'shaning uchun shoshilmasdan bitta mahsulot olganlaringizni shoshilmasdan olinglar. 5 ming so'm, 10 ming so'mga qaramanglar hech qachon. Chunki 5-10 ming so'mga qarasangiz, razmeri kichkina bo'ladi, yo materiali boshqacha bo'ladi, yo bir kilosidan, yo ichida sintifon, silikon va hali faydaridan yulingan bo'ladi. Yo etiketkasi kam bo'ladi, yo bez kant bo'ladi. O'ziga yarasha tadbirkorchilik bu sohani o'ziga yarasha sir sinoatlari bor, aziz obunachilar. Bir kishilik qo'sh qavatli o'yma gulli adyolimiz ko'rishlaring mumkin. Bo'ylariga bo'ytumor, ikki tomonlama, arqa tomon adnatonni bo'ladi. Kilosini aytib o'taman aziz obunachilar, kilosi. Bizga Xitoy 2 kilo 100 ga bergan, bu yerda tortyapmiz 2 kilo 200 chiqyapti. Bu degani rasa qalin degani aziz obunachilar, buni qalinligini men sizga yetkazib bera olmayman.
xohlasalaring taroziga tortib, mana shu bir joyga qo'yib qo'yaman, qo'yib qo'yishga harakat qilaman, rasmga olib. 2 kilo 100 deb bergan narsa 2 kilo 200, 2 kilo 150 chiqyapti. 50 grammiga ham katta farq qiladi bu adyol. Aziz obunachilar, o'shaning uchun arzon ekan deb 1 kilo 300, 1,5 kilo, 1 kilo 400, 1 kilo 600 lik adyollarga aldanib qolmanglar misol. Endi ko'pchilik hozir narxini arzon qilish uchun 1 kilo 300, 1 kilo 400 juda borsa 1,5 kilolik kilosini adyol qilib kelishyapti. Bomba skidka, bunaqa narx deyishyapti. Mayli, Alloh ularga ham baraka bersin, bozorlarini bersin. Ular hamma o'zining mahsulotini kim yomonlaydi? Hamma maqtaydi. Shuning uchun biz ham o'zimiznikini premium mahsulotimizni maqtayapmiz, chunki biz javob beramiz, chunki biz karavan korxonasimiz. Bozorda savdo qilmaymiz. Bemalol bizga ko'pchilik bizning adreslarimiz aniq. Bemalol bizga telefon qilib, jalba qilishaveradi. Biz naqd odammiz. O'shaning uchun aziz obunachilar, salkam 2 kilo 200 lik qalin adyolimiz. Aziz obunachilar, buni narxini aytib o'taman sizlarga. Xo'p, upakovkalari bilan ko'rishlar mumkin. Qudandalarga bergan, sarpolarga, mana sovg'alarga bergan, hadyalarga bergan, hojotalarga bergan, raddomga issiqqina bo'ladi. Chunki qish qattiq kelyapti, qish sovuq bo'ladi. Siz arzon mahsulotni olaman deb, arzonga olaman deb yupqasini olib sovqatgingiz kelyaptimi? Dori olasizmi? Shobodalashga, grippga qarshi dori, undan adyol zo'rini oling, premiumini oling, yaxshilab o'ylab oling. Arzoniga uchming. Bu ham juda qimmat mahsulot emas. Endi misol aytib o'tyapman. Bu mahsulotimizning narxi birinchi kelganda 165 ming sotganmiz. Chunki premium mahsulot. Zo'ri 165 ming sotilgan. Keyin agar biz obunachilar, kuzatuvchilarimiz bitta kelganda nima bo'lsa bo'ldi deb bitta skidka qildim. 148 ming so'mga tushirganman. Aziz obunachilar, 148 mingga skidkada bittada tugadi. 165 ming so'mlik 2 kilo 200 salkam adyolimizni bo'ylariga bu uzunni uyma gullik qalingina va shu zo'r 148 ming sotganman. Endi bu adyol ozgina bo'ladi, janaqa o'tilmaydi. Yana bu safar Xitoyda urib, miyasiga urib, nima qilmaysan, karavan nimalariga kuzatib borishlarga men arzon berishim kerak, mendan ko'pchilik olib sotadi deb miyasiga urib, endi ozgina bo'lsa ham Alloh barakada endi. Sizlar uchun aziz obunachilar, sizlar uchun 165 ming so'm mahsulotimizni 145 ming so'mga tushirib qo'ydim yana. Yana o'tgan safardan 3 ming so'm tushirib qo'ydim aziz obunachilar, 3 ming so'm tushirib qo'ydim, 3 ming so'm. 3 ming so'm biz uchun bu adyolga katta narsa. To'g'ri, siz bitta ikkita olsangiz sizga 3 ming so'm hech narsa emas, bizga bu katta narsa bo'ladi. 165 ming so'mni 148 ga tushirdik-da, endi 145 ming so'mga mana shunaqa upakovkalarda 12 ta bo'layotgan dastavkamiz bor. Aziz obunachilar, dastavkamiz bor. Zakazlarda aziz obunachilar Telegram orqali olamiz. Telegramga a'zo bo'lasiz. Telegramga a'zo bo'lgan bo'lsangiz, Telegramda gulni tanlaysiz, sizga dastavka qilib beramiz. Ko'pchilik savol berishadi, dastavka puli nechi pul, dastavka puli nechi pul. Aziz obunachilar, dastavka puli pochta orqali boradigan bo'lsa 1 kilosi boshlang'ichi 15 ming so'm bo'ladi va keyingi kilolari vallohu alam 3 ming so'm, 3,5 ming so'm bo'ladi. Faraz qiling, mana shuni 165 ming narsani sizga 145 ming qilib beryapman. Bu degani 20 ming skidka qilib beryapman. Va 2 kilo deylik, 2 kilo 200 bo'ladi. Xo'sh, endi hisoblaydigan bo'lsak 15 mingga 3,5 ming so'm. 15 mingga 3,5 ming, 18,5 mingga xonadoningizga ofisgacha boradi. Bittasi, aziz obunachilar, bittasi. 18,5 ming so'm, 20 ming so'm atrofida boradi. Chunki qish hozir metanlar yo'q, qisilib qolyapti. Ko'ryapsizlar, shunga qarab 2-3 ming so'm narxi o'zgarib qolishi mumkin. Men taxminan narxini aytyapman kuzatuvchilarga. O'zbekiston bo'yicha hamma joyga dastavkamiz bor, aziz obunachilar. Hamma joyga bizni kuzatuvchilar hamma joyga dastavka qilib beramiz. Adminga telefon qilasiz. Buni bitta agar optimchilar qoplab beramiz. Optimchilarga aziz obunachilar qoplab beramiz. Bitta qopga vallahi ham juda ko'p sig'adi. Agar optim qopda oladigan bo'lsangiz, Isuzu orqali jo'natib beramiz. Isuzudan yonimizda Isuzu bor. Uni jo'natib beramiz. Bitta qopda bir yumshoq narsa bir 20 ta 30 ta sig'averadi. Joyingizga qarab, viloyatingizga qarab turib 90 mingdan 120 ming so'mgacha boradi. Ichida ko'p bo'ladi. Arzimagan bittasiga 3 ming so'mdan mana. Agar 30 ta bo'lsa 4 ming so'm bo'ladi. Ammasiga 20 ming o'tib beryapman. Pochta orqali bo'lsa bittasiga shu 18 ming 20 ming so'm atrofida bo'ladi. Agar shopirlar olib borib beradigan bo'lsa, shopirlar xonadoningizgacha olib borib beradi. Xonadoningizgacha olib borib beradi. U bu nimaga? O'zimizga vodiyga, masalan, Andijonga, Namangonga, Farg'onaga, Oltiariq, Beshariq, Naymancha, Dang'ara, Yaypan, misol Angerenlarga, Ohangaronlarga, Toshkonlarga xonadoningizgacha olib boradi nimalar shopirlar. Ular endi sal boshqacha narx bo'ladi, uni yo'lingizga qarab bo'ladi. Ularda kilosi yo'q, manzili bor. Hozir qish, kun tez qisqaryapti, ham probkalar juda ko'p. Shular hisobiga olgandan hisobiga olib qo'yasizlar aziz obunachilar. Yana nima ma'lumot berib o'tay ekan, hozircha adyollar turi kerak bo'lsa, bu sizga bu videoda bir kishilik qo'sh qavatli adyol sizlarga obzor qilib beryapman. Bitta agar YouTube'ga kirsalaring,
Telegram kanalimizga a'zo bo'lsalaring, juda ko'p mahsulotlarimiz bor. Karavan korxonasi barcha mahsulotlarini aziz obunachilar o'zimiz ishlab chiqaramiz va optimum narxlarda xalqimizga arzon narxlarda sotiladi. Yo o'rtada boshqa pul qo'yib, o'rtasiga pul qo'yib, yo adminkalar hech kim pul qo'ymaydi. Narxni chiqarib beraman men, eng premium narxlar chiqarib beramiz. Arzon narxlarda bemalol o'sha narxlardan oshmaydi. Gruppamizda yo videodan ish pul degan bo'lsa, shunaqa bo'ladi. Ko'pchilik aytishadiki, YouTube'da ko'rib, borgandan keyin qimmat aytib olishadi. O'sha narxga berasizmi? Xitoymi, o'zlaringiznikimi deyshadi. Aziz obunachilar, Xitoyda o'qib kelganman. Albatta, Xitoyda o'qib kelganman. Xitoy bilan pashti birga bir demayman, 90% Xitoy bilan 90-95% ishlab chiqaraman va bu mahsulotlarning barchasini o'zbek qizlarimiz tikishadi. Adyodan tashqari qolgan mahsulotlarimizni tikishib, xalqimizga taqdim etamiz optimum premium narxlarda. Chunki har bitta mahsulotni 5-10 sm katta kichkina kesishga ham katta pulga ahamiyatga ega bo'ladi. Narxiga ta'sir qiladi. O'shaning uchun razmerini bizdan olgandan keyin katta razmeri bo'lishi kerak. Divanga solish kerak. Hamma yaxshi niyatda qiziga, o'g'liga sarpoga oladi, yaxshi kechasiga oladi. O'shaning uchun ko'pchilik 10 ming so'm, 15 ming so'miga pastellar, pokrivallar va momig'lar olishadi. Undan keyin to'y kuni borganda, ana kelinlar borishadi-ku, zapravka qilishadi kelinning uyini. Kelin tomondan borib, qiz tomonga borib zapravka qilishadi. Ana shu paytda bilinadi. Yastiqni yaxshisini olmasangiz, aytda qiynalishadi. Aziz obunachilar, e'tibor qilamiz. Yastiqni yaxshisini olmasangiz, aytda yaxshi xafa bo'lmaysizlar, gapim ozgina shoshilib ketdim. Kelin tomondan kuyov tomonga borganda zapravka qilgani o'sha divanni, o'shanda olgan mahsulotlaring qanaqa rasmli o'shanda aniq bo'ladi. Faraz qiling, endi kuyov tomonga bordi, ikkita yanga endi zapravka qilyapti. Birinchi yastiqni ochishadi, bolish. U ishi bermaydi. Xo'p, ishi ham berdi deylik. Undan keyin pastelni olib turib, nalchkasini tiqaman desalar, yo nalchka kichkina bo'ladi, yo yastiq kichkina bo'ladi. Razmeriga tushmaydi. Osilib juda xunuk turadi. Yo nalchka kichkina bo'ladi, yo yastiq puch bo'ladi. Chunki yastiqda onaxonimiz arzonligi uchun pulni ekonomika qilaman deb kichkinasini olib qo'yishganda. Pastelga kelgan bo'lsa, pastelni ham arzonni olaman deb rasmiga tushganda rasmini olib qo'yishgan. Pastelni olishmagan. Rasmida shunaqami deyishgan. Ha desa, o'sha rasmiga pul sanab berishgan. Mana yerda yangalar to'y kuni qiynalishini bilishmaydi. Ko'rpa, padadianliklar olishsalar tushmaydi, qiynalishadi. Yo bo'lsa prostinani olaman desalar, prostina kalta bo'ladi, chunki 10 ming 20 ming arzonni olib qo'yganlarda qizlar ayasi. Bularga e'tibor qilish kerak. O'shaning uchun kelin tomonga borganda yangalar qiynalishadi va xijolat bo'lishadi va telefon qilishadi. Alyo, prostina kichkina ekan, zudlik bilan katta pastel olib kelib bering deyshadi. Hali joyda keyin $50 $100 nechmi bo'lsa ham eng qimmatini olib, shoshilib hijolatdan qutulish maqsadida olib borib berishadi. O'shaning uchun shuni oldilarini olish maqsadida sizlarga aytib o'tyapman. Onalar, otalar, kim narsa olib turgan bo'lsalar, shular kimdan olasizlar? Bizdan olasizlarmi? Boshqalardan olasizlarmi? Shunga e'tibor qilishlaringni aziz obunachilar so'rab qolaman. O'sha to'y kuni xijolat bo'lib qolmanglar. O'shaning uchun shoshilmasdan Karavan korxonasiga kelsangiz, divanlarimiz bor. Divanlarimizda bemalol, divanlarimizda ochib, solib, yotib ko'rib, mana hozir ham mehmonlarimiz bor. Shoshilmasdan sarpo qilishyapti. Qo'limdan kelgancha sarpo qilingan videolarni men sizlarga taqdim etyapman. Sarpoga narsa olib ketishyapti. Bular biz tanimaymiz ularni. Har joydan kelib olib ketishyapti. Karavan korxonasi Qo'qon shahrida joylashgan. Bemalol xohlasangiz, bir Qo'qonni bir havosini bir almashtirib ketaman havo desangiz, bemalol kelishingiz mumkin. Karavan korxonasi har kuni ishlaydi, har kuni ish kunimiz. Bemalol do'konimizga kelib, ko'rib, hamma sarpoga, hamma narsalarimiz bor, aziz obunachilar. Tag'in nima ma'lumot beray, menimcha tugadi ma'lumotlarim. Yana bir esimga tushsa, boshqa videolarda qo'yib boramiz, aziz obunachilar. 12 ta viloyatga dastavkalarimiz bor. Noto'g'ri gapirib qo'ygan bo'lsam, mabodo gaplarim tadbirkorlarga, bozorchilarga yoqmagan bo'lsa, men uzr so'rayman, aziz obunachilar. Hamma o'z fikrini bildirishga qodir. Mabodo sizlar ham xohlasalaring, bemalol YouTube'ga chiqib, obzor qilib, nima qilib, video qilib sizlarni tashlashlaring mumkin. Bir kishilik qo'sh qavatimiz, bo'ylariga bo'ytumor, originali 2 kilo 200 salkami, qalini, zo'ri, sovqatmaysiz. Hozir qish 165 ming so'mlik mahsulotimizni 148 ga tushirdik. Endigisi 145 ming qilib qo'ydik. So'mkalari bilan 9 xil rasvetkamiz bor. Mazza qilib, go'shtlik o'zi ham. Topinganingizda sovuqda selsa o'tmaydi. Aziz obunachilar, ma'lumot berdim degan umiddaman aziz obunachilar. Bemalol obuna bo'lib qo'ying bizga. Men zo'r videolar chiqarib beraman sizlarga. Bitta qo'yaman. Oldin общий katalog qo'yardik. Endi bitta tushuntirib beraman shekilli. Har bittasiga bitta narxlarini aytib, qo'limdan kelgancha hamma narsalarni ma'lumotlarni sizlarga aziz obunachilar, sizlar uchun Karavan korxonasi va men Avazxon sizlarga har doim xizmatlayman. Agar savollar bo'lsa, kommentariyaga yozinglar yo Telegramdan o'zimga yozinglar.
xato nuqsonlarimiz bo'lsa aytinglar, biz to'g'irlab, shularni to'g'irlashga harakat qilamiz. E'tiborlaringiz uchun kattakon rahmat. Shu videoni oxirigacha ko'rganligingiz uchun sizlarga kattakon rahmat. Sog' salomat bo'linglar. Karavan korxonasi har doim sizlarga xizmatda. Sog' bo'lasizlar.